Mana bu. Ha, mana bu. Bir yilda bir marta hosil beradi. Bibi banana. Qushlarga ham qiziqar ekansizda. Gapiradigani bormi to'tini? Bor, yetkamas, qimmatli. Ha, bu yoqda emas, ha? Pomidor ekibsiz. Bu eksperiment, ko'p narsa eksperiment qilaman-da men. Ha, eksperiment sifatida. Asalni bitta hammasi gektarda eksperiment. Yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Yo'q, qaysi biri zo'r bo'lsa o'sha qolyapti-da. 100 tadan bittasi yoki ikkitasi qoladi. Ham teplisi ham zamonaviy qilibsiz-a tepalarini. Zamonaviy emas, o'sha eski tipda qurilgan, prosta 3 metr cheti bo'lganda shunda. Balandligi? 4,5 metr o'rtalari. Ashu Bibi bana. O'sha issiqlikni ham, anaqani ham, namlikni ham zo'r ushlab turadigan mana shu 4,5 metrlik tipsalarda hozir. U 7 metrliklarni isitish ham qiyin-da. Issiqlik sizga anaqadan keladi-da? Gresdan. Tashkiriston olasiz. O'zi bir 3-4 kun bo'pti-da pomidor dem ekkaningizga. Kunchi kuni bugun. Ha, yaxshi, barakasini bersin. Oziqa, suv, hamma narsa mana shu anaqadan kelaveradi. Kapillardan kelaveradi. Pomidorni ichgan suvdan bananani ichaveradi. Ha, banangami? Yo'l aka. Bami nima aka? Bu limon. Ha, juda katta-yu bu. Gibrid. Bu behiga o'xshaydi aka. Buni o'zi bir ha? 1 kilo chiqadi-yu bu salkam. 1 kilo, 2 kilolar bo'ladi kattalik. Yesa bo'ladimi yo dekorativmi bu? Yeydiganmi? Anda hammasi yeydigan narsa. Ya o'zi juda katta ekan. Mandarin, apelsin, mandarin. Ha, gullayotganmi? Ha, gullagan apelsin. Shunaqa hidi zo'r gullaganda. Aman bu ya? Rosa zo'r bo'ladi. Ha, anaqani. Ana arilarni ko'ryapsizmi? O'sha arilar kirdi bu yoqqa. Asalari. Yaxshi, dehqonchilikka baraka bersin Ulug'bek aka. Bitta hali asalari ham yo'lga qo'yamiz. Ichida yurib, paxodim changlatadi. Bananlarga gulidan asal yeyish yaxshi-da, zo'r. Ketdan o'sha sifatlangan eng ko'p katta asal beradigan banan guli bo'ladi. O'zbekistonda yo'q hali. Yo'q, yo'q. Hali bunaqa katta partiya yo'q bizga o'xshaydi. Yaxshi, barakasini bersin. Ko'rishamiz yaxshiligi. Bo'lmasa ishlash quyida telefon nomerida bor, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.